To'y sezonlar ham keldi mana. To'yxonalar narxini surishtirib qiynab yurganimizda kuyov bola to'y tezatoring. Shunaqa zo'r to'yxona topib berdi. Vashi chotga ishnab. Narxini hozirchi mutpin pulga sindirib chiqadi. To'yxona ko'rdilar ishni. Chiroyli ekan. Mutpin pulga tirsindilar. Mana tezda kelib band qilib berdilar. 230 soda chiqar ekan. Aka, bu to'yxona nech pul narxi? Bizning mijozlarimiz uchun haqqi nech pul qilib berasiz? To'yxonamiz narxi 2,5 million edi aka. 2 million qilib beramiz aka. 5 ming so'm tushdilar. Yomon narx emas, bo'lmagan narx bo'ldi aka. Zo'r narxga tushiraylik aka. Omonasi. To'y sezonida mazza qilib band qilishlarsan aka. 5 ming so'mdan bo'ladimi? Yo'q aka, 500 mingga qiynab qolaman aka. Kecha qo'shib olaylikmi akam ham qiynab beraylik. Aka, 1 millionga baraka qilamiz hozir. Siz hop deb turing. Omonachilar kelib, tez ochitlar yozdirib ketdi. Kuyov bola duo qilib bizni to'yda o'tkazishlar. 1 millionga barakami? Baraka. 1 millionga baraka. Aka, bu 1 million narxiga nimalar kiradi bu to'yxonamizda? 1 milliondan ichiga aka to'yxona, sahnamiz, arkalar, xonadonlar xizmati kiradi aka. Barcha zo'r chotga. Qanchaga qo'yamiz? 1 oyga qo'yib beramiz aka. Aka 1 oyga, 1 oyga aka. 4 oyga qo'yamiz aka. 4 oyga qo'yamiz. To'y sezonida kuyov bola duo qilib bizni mazali to'ylar o'tkazishadi. Xo'jaonlar ham duo qilib ketishadi. 4 oyga qo'yamiz. Baraka. Ko'rdilaring, 2,5 million so'mdan aka, 1 million so'mdan sizlarga 4 oyga tirstib, sindirib qo'ydim. To'yxonani Toshkent manzilini qatdan topaman deganlarga Baqalchorsa muborak to'yxonasi hozir bizga mo'ljal ko'rsataman. Bu tomon Dream House bilasiz. Bu tomon Lisapark Dream House'dan shunday kelgansiz, o'ng qo'lda. Bu tomoni masalan Mintukdan kelish bor. Garadoydan kelsa chap qo'llar. Juda qiynalganlarga Telegramdan lokatsiya chizib beraman. Lokatsiya orqali ham qiynalmasdan to'g'ri kelaverasizlar.